Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rishlaring mumkin, yana bugun sizlar katta chegirmada razmeri 3,5 ga 6 bo'lgan Samarqand sak zavodida orqalari kanopli ko'rishlaring mumkin. Mana 3,5 ga 6 bo'ladi. Gladiator nomli gilami. Men sizlarni gilamlar bilan tanishtirishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu turishi gilamimizning atiga narxi 1,50,000 so'm. O'lchami uzuni 6 bo'ladi, eni 3,5 bo'ladi. Buni sal qalinrog'i kerak bizga deganlar uchun mana bunisi ham Samarqandlik gilomi, popilari bo'ladi. Ikki boshda gilamimiz ham, bunisini ham o'lchami eni 3,5 bo'ladi, uzuni 6 metr bo'ladi. Bozorlarda narxi 2,600,000 so'mgacha sotiladi. Narxi atiga chegirmada 1,750,000 so'mga kelib xarid qilishlari mumkin. Ko'pchilikda uyi ne standart bo'lgani sababli bizda eni 3,5 metrlik deysizlarmi, 4 metrlikmi, xohlagan metrajlaringdan bo'ladi. Mana bularda eni zavodskiy 3,5 chiqadi. Buni 3,20 mi, 3,30 mi xohlagan o'lchamlarga moslab kesib, chekkalarni averlolar qilib beramiz. Bularning narxi kvadrati 75,000 so'mgacha sotilgan. Hozir chegirmada atiga 49,000 so'mdan. Buni eni 80 talikdan eni 4 metrligacha mavjud. Buni Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan qalin palos delta mahsulotimiz. Bunisining sifati vobshe zo'r. Tayi betonli joylarga, liboy joyga bu ham bo'laveradi. Liboy joylarga sosalang bo'ladi. Katta kvadrat dizlarmi, bilyardxonami, xullas ko'p yuriladigan serqatnov joylarga xizmati yaxshi narsa. Buni kvadrati ham narxi 45,000 so'mdan 55,000 so'mgacha qalin yupqaligiga qarab, zavodiga qarab chiqadi. Sizlarga alohida chegirmada katta gilomlar olib qo'ygan. Yuravering. Bu gilamimiz o'lchami 3,5 ga 7 metrlik bo'ladi, kattagina. Bu ham Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan. Buni bozorlarda narxi 1,500,000 so'mdan 1,700,000 gacha stabilniy sotilyapti. Atiga chegirmada 1,200,000 so'mga xarid qilishlari mumkin. Bizdan ko'pchilik avvalgi gilomlar ham so'raydi. Ko'rishlaring mumkin. O'lchami eni 2,5 bo'ladi, uzuni 4 metr. Bu avvalliklarimizni 1 ga 1 o'lchamidan 3,5 ga 5 o'lchamigacha mavjud. Bularni ham kelib 30% chegirmada xarid qilishlari mumkin. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Buni 2 ga 3 o'lchamidan to'rt burchaklarda 4 ga 9 o'lchamigacha mavjud. Kelib xohlagan o'lchamlaringda olishlaring mumkin. Buni eni 1 metrlikdan 2,5 metrligacha daroshkalari ham bor. Bularni ham ko'rishlaring mumkin. Bularning ham kvadrati 75,000 so'mgacha sotilgan. Atiga hozir 49,000 so'mdan chegirmada. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu tomonda ham o'sha delta qalin paloslarimiz eni 3,5 metrlik bo'ladi. Bularda ham eni 80 dan 4 metrligachasi bor. Bular ham narxi chegirmada 85,000 sotiladiganlar 55,000 so'mdan, 75,000 sotiladiganlar 45,000 so'mdan chegirmada. Buni ham xohlagan rasvetkalardan kelib, aytgan razmerlarni kestirib olishlari mumkin. Dastavkalarga keladigan bo'lsa, liboy joyga chiqarib beramiz. Hozir ham dastavkalarimiz qanaqa boradi biz uyimizga desalaring mana. Uzoqroq joyga bo'lsa, mana mashlar Toshkentga ketgan, mana 3 ta tayyor gilam, 2 ta metrajnisidan qilib berganmiz. Bular mana shu ko'rinishda chiqarib beramiz. Tomida bagaji bor, Cobalt'mi brendda mashinadan. Narxi 150,000 so'mdan 350,000 so'mgacha bo'ladi dastavkalar. U shaharda ichidami, tashqarisidami shunisiga qarab. Bu tomonda bitta, ikkita, 3 ta gilamimiz Qo'qonga chiqqan. Bu ham 150,000 so'mga ketyapti o'zi. 150,000 so'mga uylaringga yetib boradi. Endi o'zlaring mashinalaring bo'lsa, kelib ko'rib xohlaganlaringni tanlab olishlaring mumkin. Endi ko'proq odamlarni yangi remontda, yangi aboylariga tushadigan gilomlardan olib kelib qo'yganmiz. Shuni yoyib yuboraylik-da mana shuni.
Bularni eni 3,5 metrlik bo'ladi. Bularda ham katta kichik o'lchamlari bor. Ikki tomondan ikki xil tovlanuvchan. Bu ham вообще chiroyli gilamimiz. Bularni ham chekkalaridan kestirasizlarmi yo shunday standart o'lchamlarga tushadimi? Xohlagan o'lchamlaringda qilsak bo'ladi. Gullari ham buzilmaydi kesganimizda. Buni ham sifati yaxshi bo'ladi, juda ham qalinligi ham cho'tki. Nari tomondan o'tsa, endi bu boshqa rasvetkalarni ham ko'rsataman. Bularni ham ko'rishlaring mumkin boshqa rasvetkalari. Keyin bu tomonda mana endi 4 metrliklar. Bularni ham sifati вообще chiroyli. Bu tomonda ham bizda orqasi paxtali bo'lgan metrajlarimiz ham bor. Bularni hozir narxi 40% chegirmada. Bu ikki xil rasvetkasi bo'ladi buni. Bularni ham sifati вообще yaxshi. Bularnikiga keladigan bo'lsak, bular o'sha ikki tomondan ikki xil tovlanuvchan bo'lgan. Aynan mashinasini chegirmaga qo'yamiz. Shuni chiqaraylik-da. Mashinalarimizni narxi bozorlarda kvadrat narxi 200 ming so'mgacha sotiladi. Hozir chegirmada narx kelib 10 kun muddat 110 ming so'mdan kvadratini xarid qilishlaring mumkin. Sifatini ko'rib qo'yinglar. Вообще chiroyli gilamimiz. Xohlagan remontlarga, xoh klassika deysizlarmi, xoh boshqami любой remontlarga tushaveradi. Videoni to'xtatmaymiz. Bu tomonga yuravering. Mayli. Bizda eng kichkina o'lchamlar mana 2 ga 3 metr bo'ladi. Mana shu gilomlarimiz bozorda 400 ming so'mgacha sotiladi. Kelib atiga 270 ming so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Bu asosiy sklatimiz bag'da 3 ga 4 o'lchamdan tortib 3,5 ga 8 o'lchamgacha bo'ladi. Samarqand sakzavodi gilamlari. Bu tomondagi gilamlarimiz barcha gilamlarimizga 30% gacha chegirma. Kelib ulgurib chegirmadagi narxlardan olib ketinglar. Sifatlariga keladigan bo'lsa, eng cho'tki sifatlarda eng arzon narxlarda qilib beramiz. 90% joydan narxlarini solishtirib kelaverasizlar gilamlarni. Aytganimizdek bu joyga dostavkasini qilish shahar ichi bepul qilib beramiz. Farg'ona shahar ichi joylaringga moslanadigan bo'lsa, o'lchanadigan bo'lsa, ularga ham kelishamiz. Kelib xohlagan o'lchamlaringga moslatib olishlaring mumkin. Avvalliklar ham 1 ga 1 dan tortib 3,5 ga 5 gacha bo'ladi. Ko'pchilik bizda kommentariyada yozgan. Jay namozlar bormidi? Mana jay namozlar. Ko'rishlaring mumkin. Bular narxi atiga 50 ming so'mdan. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda cho'tki chegirmalar bo'ladi. Kelib ulgurib olib qolinglar. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aniq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agar sizni narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga ham yozing. O'lchamingizni joylaringizga hisoblab beramiz. Eng qimmatidan eng arzonigacha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.